Suratdagi quvnoq keksa ayol Amerikadagi mashhur bo'lgan Emma Gatewood. Shu tabassum qilayotgan ayolning o'tgan hayotda qanchalik og'ir davrlar bo'lganini tasavvur qilish qiyin. U yerda fermada tinimsiz ishlagan, eri esa yillar davomida uni urib, eng qiyin ishlarni bajarishga majburlagan. 30 yillik nikoh davomida Emma Gatewood tishlari singan, jag'i singan va shu bilan birga 11 farzandni yetakcha qilib tarbiyalagan. Nihoyat u ajrashishga ham muvaffaq bo'lgan. O'tgan hayotdagi yagona taskin manbai unga o'rmon soyalarida bo'lish edi. U yerga iri tirandan qochib borar edi. Shu tabiiy go'zallikni sevib qolgandan keyin u National Geographic jurnaliga obuna bo'lgan. Bir sonida u Appalachian Trail haqidagi maqolani o'qidi. Bu yo'l uzoqligi va murakkabligi bilan hayratga soladi. 1955-yilgacha faqat 5 kishi butun marshrutni bosib o'tgan edi va albatta barchasi erkaklar edi. Agar erkaklar buni qila olgan bo'lsa, men ham qilaman dedi. Va yaqinlariga Gatewood men shunchaki sayr qilaman deb haqiqiy sababini farzandlari va nabiralari faqat yangiliklardan bilishdi. Butun mamlakat bu voqeani kuzatdi. 142 kundan so'ng 15 kilogramm vazn yo'qotgan holda Gatewood marshrutni muvaffaqiyatli yakunladi. U bu yo'lni eski mato krossovkalarda yelkaga osilgan sumkada bosib o'tdi. Chodir va uyqu sumkasini o'rniga esa hammom pardasi va harbiy adyo ishlatgan. Reportyorlar unga nima uchun buni qildingiz deb so'rashganda, u bunga faqat yelkasini qisib, shunchaki shunday xohladim. Hayotimda ilk bor men o'zim uchun biror narsani qila oldim deb javob berdi.